Assalomu alaykum, hurmatli Mangi To'pitur kanali obunachilari. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ga tumani Bo'ga mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan eski nomi Al-Hajar mahallasi. Birinchi uy sotiladigan uy joyini ansorini boshlaymiz. Narxi $8200 kami bor, kersanglar bo'ladi. 12 sotixli uy joy. Hozir chegaralari bilan uyni tanishtirib o'taman. Yo'ldan boshlayman. 50 metr ichkarida mahalla glavniy yo'li 50 metr ichkariga kiriladi. To'g'rida bog'cha bor. Kirganlaringizda bu yerda birinchi uy. Maktab yaqin. Aritir maktab orqasi. Toshkentgacha bo'lgan masofa 80 km, Bo'gagacha bo'lgan masofa 30 km. Toshkent viloyatidan uy izlagan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Bu yerda chorvachilik juda ham zo'r joylar chorvachilikka. Dehqonchilik ozgina problema suvdan, lekin uy egasi supurgi bog'lab, supurgi tozalab, o'sha bilan shug'ullanadi. Endi kam suv ichgani uchun supurgi bilan shug'ullanadi. Mana bu tut. Shu chegara. Mana shu tutdan boshlanadi. Zabor qo'yilgan. Endi hovlisining ichkariga kiramiz. Mana bu yerda ikkita darvoza bor, yonma-yon. O'shaning birinchi darvozasi, birinchi uy. Telegram kanalimizga qisqa ma'lumoti, rasmlari va lokatsiyasi joylandi. Mana hovli. Hovli bog' qilingan, mevali daraxtlar bilan. Mana tut chegara. Mana shu tut. Mana. Kirib borasiz. Mana chegara, mana zabor. Kadastr hujjatlari hammasi joyida. Hozir unisini ham ko'rsatib o'taman. 12 sotixli uy joy. Hokim qarori 6 sotiqqa chiqarilgan. Mana egasi mana ozgina joyni supurgi tozalashga отдельно bo'lib qo'ygan. Supurgiga bog'lab sotadi. Shu bilan shug'ullanadi, shu ish bilan. Ko'ramiz. Voy, ko'mikto. Hozir mana kadastr hujjati tayyor. Bu yoqda oshxonasi bor, kladovka. Oshxona, tandirovchi xonasi, tovuqxona. Mana parrandachilik bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Endi uy ichini ko'rsataman. Kiraverishni. Kirganlaringizda o'ng chap qo'lda oshxonasi bor. Общий koridor bilan 4 xonali. Bu birinchi xonasi, mana. Bu tarafda ikkinchi xonasi. Bu uchinchi xonasi. Boyagidek oshxonasi 4 xona, kiraverish 5 xona. Yana qayta aytaman. $8200 kami bor. 12 sotixli uy joy, kadastr hujjatlari hammasi bor. Chorvachilikka, parrandachilikka juda ham zo'r joy. Ichimlik suvi bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Ichimlik suvi bor. Uyning orqa tarafi uy egasining daromad manbai supurgilar. Supurgilarni bog'lab, tozalab sotadi. Bu taraf endi keng joylar. Qir, adir,
aytgandek chorvachilikka yana qayta aytaveraman, chorvachilikka zo'r joy. Bu yoqda tepalik bor. U yog'i ketgan dala. Uy egasini raqamini описаниеda qoldiraman. Telegramda ham qoldirdim. Bemalol gaplashib, kelib, ko'rib, kelishib kelsangiz bo'ladi. Mana Alhajarni stadioni, yonida maktabi, 42-maktab. Hozir oldini ko'rsatib boramiz. O'sha maktab. Endi bu tarafda o'yingoh bor, bog'cha bor, uni ham ko'rsataman. Bog'chani to'g'risidan kirib ketiladi. Mana o'yingoh. Bog'cha. Ovulda ostanovka bor mana. Mana shu yerdan taksilar qatnaydi. Yerda ekib tashlagan. Mana Alhajar mahallasi ko'rinish. Yo'l tekis. Огородni sug'orishda mashina foydalansa bo'ladi. Tok orqali ishlaydi. Mahalla uchun shu yerdan chiqarib qo'ygan.